Barchangizga a'lo kayfiyatlar tilab qolamiz. Bugungi mavzuyimiz sevgi munosabati yoki boshqa odamlar bilan bo'lgan munosabatda, ya'ni do'stlik munosabati va sevgi munosabati haqida bo'ladi. Munosabatlar juda ham ko'p, turli-tuman, ishxonada, ota-ona bilan munosabat yoki o'zini kasbiga bo'lgan munosabati, kollektiv bilan munosabat va ko'proq dolzarb mavzuda va ko'p eslab, ko'p xotirlanadigan sevgi munosabati, ya'ni sevgi отношенияsi. Judayam ko'plab u haqida she'rlar, u haqida kitoblar, u haqida psixologlar gapiradi, u haqida ishq mavzusida judayam ko'p ma'lumotlar bor. Va bu ma'lumotlarning hammasi ham kitoblarda yozilmagan, yangiliklarda chiqmagan, ammo insonni ongida judayam ko'plab bu haqida o'zi uchun o'ziga beradigan savol-javoblari bo'ladi. Xo'sh, ya'ni bu haqida gaplashsak. Ya'ni bugungi mavzuyimizda aynan mana shu sevgi, отношенияni minus va plus tomonlari haqida gaplashamiz. Plus tomonlari nima, minus tomonlari nima va bu munosabatlar qanday sizni hayotingizda rol o'ynaydi yoki taqdiringizga qanday narsalarga sabab bo'lishi mumkin. Misol uchun, faqatgina sevgi emas, bu munosabatga do'stlik munosabati deb ham qarasangiz bo'ladi. Chochim уже to'zg'iyapti. Sezilyapti, chochim to'zg'iyapti. Ну ладно. Xo'sh, boshladik. Отношенияda minus tomoni. Birinchi minus tomoni haqida gaplashamiz, keyin plus tomoni. Minus tomoni shuki, отношенияda siz o'zingizni hayot tartibingiz o'zgara boshlaydi. Ya'ni misol uchun siz ertalab turasiz, ishga borasiz yoki o'qishga borasiz, o'zingizga qarashga ham vaqt bo'ladi, ammo sizda отношения boshlansa, sizda boshqa qo'shimcha приложение kirgandek, xuddi sizda boshqa vaqtlardan boshqa narsaga ajratishga, misol u bilan uchrashuvga, u bilan kinoga borishga, u bilan yoki telefonda soatlab gaplashishga bo'lgan shirin holatlar paydo bo'ladi. Bu holatlar shirin holatlar, urushganingiz, janjal qilganingiz, lekin sizni ko'p vaqtingizni o'g'irlaydi. Ikkinchi minus tomoni. Agar siz erkak bo'lib, erkak zotiga tegishli bo'lib, yaxshi ko'rganingizga yordam qilayotgan bo'lsangiz, bu albatta sizni ishlaringizga yoki uning ham rizqi sizga qo'shilib berganligingizdan dalolat bo'lgani bilan, agar siz birdaniga Fervik kabi judayam ko'p yaxshilik qilaversangiz, misol unga mashina olib bersangiz, telefon birdaniga uni kiyintirish, birdaniga unga ko'p pullarni sovg'a qilishni boshlasangiz, u bu narsaga o'rganib qoladi va baribir u tez sovishni boshlaydi. Minus tomoni. Yoki siz qiz bo'lsangiz, ayol zotiga tegishli bo'lsangiz, siz erkakni qiynalganini eshitdingiz, "Men qiynalmayman finansdan, menda bunaqa muammo, unaqa muammo" deyapti. Siz unga o'zingiz topgan puldan vложить qilyapsiz. Ya'ni siz unga puldan yordam beryapsiz. U ertaga bo'ladi, indinga bo'ladi, keyingi hafta hal qilamiz degan gapiga ishonmaysiz endi yaxshi ko'rganingiz uchun. Ammo bu faqatgina xuddi как будто san ostanovkada o'tirib turib, mana shu chupa-chupusni so'rib o'tirgan, men yana bir aylanib kelaman degan vaqtni o'g'irlash. Bu ham minus. Agar siz ayol zotiga tegishli bo'lib turib, erkakka pul berib, erkakka yordam berib, uni rivojlantirayotgan bo'lsangiz, bilingki, u erkak sizni sevmaydi va siz ham uni sevmaysiz. U sizni ko'zingizga yo bolangiz kabi, u erkak emas. U sizni ko'zingizga yo bolangiz kabi ko'rinyapti, yo ukangiz kabi, yo bir qanaqadir qarindoshingiz kabi ko'rinyapti. Bu yerda sevgi yo'q. Opa-ukalik отношения yoki bo'lmasam ona-bolalik отношенияsiga o'xshagan narsa bo'ladi. Faqat hozir minuslari haqida gapiryapmiz. Keyingi minusi. Siz o'zingizni o'sha juftingizni gapiga kirib yoki do'st bo'lsangiz, do'stlik munosabatiga ishonib, siz uning gapiga kirib ishxonadan bo'shab olishingiz minus tomoni. Misol uchun siz sevgilingiz rashk qildi. Agar siz erkak bo'lsangiz, sizni juftingiz qiz bola yoki ayol yoki siz ya'ni siz qiz bolasiz yoki ayol sizni yaxshi ko'rganingiz ishdan bo'sha dedi. Menga yoqmayapti, u ishxonangda erkaklar ko'p ekan dedi. Siz uni gapiga kirib,
siz uni gapiga kirib ishdan bo'shadingiz va siz ishsiz qoldingiz. Ammo u sizni muammolaringizni har doim hal qilmaydigan odam. Yaxshi ko'rganingiz uchun uning gapiga kirdingiz. Ya'ni unga впечатление olish. Keyingisi minus tomoni. Siz juftingizni gapiga ishonib, u bilan yaxshi gaplashayotganingizga ishonib, uning uyiga sovchi jo'natdingiz, lekin uydagilari sizga bermadi. Siz bu narsadan hayron qoldingiz. Qiz boshqacha gapirgan edi, uydagilari boshqacha gapirishi. Bu ham minus yoki bo'lmasam siz o'sha qizni gapiga ishonib, siz qanaqadir biznes boshlash yoki biron bir ish tikish, biron nimaga ishonib pul tikib qo'ydingiz, lekin o'sha natija yo'q. Va'da qilingan so'zlar bor xolos. Yoki siz qizsiz, yigit sizga aytdi, birga ishlaymiz, birga mana shu biznesni ochamiz dedi. Siz kimdandir pul olib berdingiz, yo bu отношенияda. Bu отношенияda xotinlar ham bo'lishi mumkin. Bu отношенияda ikkinchi xotinlar ham bo'lishi mumkin, uchinchi xotinlar ham bo'lishi mumkin-da. Endi hammaning har xil отношенияsi bor. Buni ham siz bilan bizani qo'limizda emas, Xudoning qo'lida. Bu ham minus. Chunki siz hali buni sinalmagan narsaga siz bu holatga tushib qolasiz, ko'pga tushib qolasiz. Bu sizni yaxshi ko'rganingiz bilan, lekin siz mana shunaqa minuslarga uchraysiz. Vaqtni ko'p o'g'irlanishi va vaqtni, keyin siz o'zingizni qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz orqaga chekinishi, balansni ushlash juda ham qiyin, ayniqsa boshlang'ich 3 oylikda sevgi boshlansa va undan keyin sizda ikkilanish kuchayib ketadi. Ikkilanish va undan keyin shubhalar. Mana shu minuslar. Bor yo'g'i shu minuslar. Bor yo'g'i shu. Xo'sh, plyus tomoni, отношениyaning plyus tomoni nima? Siz kimnidir sevib qoldingiz yoki gaplashdingiz, отношениyada, munosabatda, do'stlikdami, sevgidami? Siz u bilan suhbatlashasiz va o'zingizda hali o'zingiz bilmagan xarakteringizni kashf qilasiz. Plyus tomoni bu. Yoki undan keyingisi plyus tomoni. Siz o'zingizni o'rgana boshlaysiz. O'zingizni boshqa bir odamning ko'zi va so'zi va u tomonlama, boshqa obyekt tomonlama o'zingizni o'rganish boshlanadi. Отношениyaning plyus tomoni va eng zo'r joyi shu. Ya'ni отношения bu kerakli narsa. Ya'ni siz отношения munosabatda ko'proq общенияni o'rganasiz. Qaysi gapni gapirish kerak, qaysi gapni gapirmaslik kerak, qaysi holatda qanaqa manevr qo'llash kerak. Ya'ni sizda ayyorlikni ham o'rganasiz, puxta bo'lishni o'rganasiz va undan tashqari sizga bu zo'r motivatsiya beradi. Ya'ni siz bilasiz, sevgilingiz bor, sizga yozyapti, xayrli kun jonim, kuningiz yaxshi o'tsin, palon pismadon. Bu narsa sizga любой psixologdan, любой eng kuchli odamlardan bu zo'r motivatsiya. Ya'ni bu motivatsiya sizni keyingi kunlaringizga yorqin qarashga, kelajagingiz uchun plan tuzishga yordam beradi. Qarang, отношениyaning bu eng zo'r plyus tomoni. Siz отношенияda o'zingizni o'rganasiz, kamchiliklaringizni kamaytirasiz va sizda hali o'zingiz bilmagan xarakterlarni kashf qilasiz. Qanaqa yoqimli joyi va bu narsa kerak. Keyin siz bu sevgi отношенияda hatto sizga qaysi taom yoqishini ham bila boshlaysiz. Misol, sizni sevgilingizga mana shu taom yoqadi, siz o'sha taomni попробовать qilib ko'rasiz. Ya'ni u yegan taomni yeb ko'rgingiz keladi. Misol, siz futbolga qiziqmaysiz, sevgilingiz futbol ko'rishni yaxshi ko'radi. Siz hatto bu narsani odatga tushishga kirgizmasangiz ham, lekin o'sha futbolni tomosha qilib ko'rasiz. Ozgina bo'lsa ham u haqda informatsiya. Undan tashqari, sizni sevgilingiz ko'rgan kinofilmni siz ham ko'rgingiz keladi. Sizni sevgilingizni qaytargan so'zlarini hali siz og'zingizda qaytarib ko'rmagansiz, siz ham qaytara boshlaysiz. Bu sizni yangicha kashf qiladi. Ya'ni отношения odamni transformatsiya qiladi, boshqa odamga aylantiradi. Agar bu отношения, ya'ni shirin отношения bo'lsa, ya'ni shirin degani hurmat bo'lishi kerak. Asosan hurmat, sevgidan ham balandroq hurmat bo'lsa, bu отношения ikkala yoshni kuchli qiladi. Ya'ni ularning ishini rivojlantiradi. Ularni o'ziga bo'lgan ishonchini orttirib beradi. Ularni o'ziga bo'lgan hurmatini ham oshirib beradi hatto. U o'zini hurmat qilishni biladi. Agar bu toksichniy отношения bo'lsa, ya'ni toksichniy, yuqorida minuslar haqida gapirdik. Toksichniy отношения bu sog'ligingizni oladi. Sog'ligingizni oladi.
sog'lik ketishi aniq bu. Aniq. Agar birinchi yuqorida aytdik-ku, отношенияni minus tomonlari. Agar bu narsalar bo'lsa ham agar bu boshqa etapga o'tsa, bu yaxshi, xo'p. Agar bu o'sha toksichniy отношенияda qolsa, bu sog'likni oladi. Sog'likni oladi. Undan keyin yana bir narsa bor отношенияda. Agar bu plyus tomonga ishlasa, plyus tomonga er-xotin bo'ladimi, uni отношенияsimida, ya'ni munosabati. Agar u plyus tomonga ya'ni ishlasa, bir-biriga ishonsa, ular bir-birini rivojlantiradi. Plyus tomoni bo'lsa, agar ular rostdan ham shirin munosabatda bo'lsa, ular bir-birini rivojlantiradi. Hatto bir-biriga поддержка qiladi. Поддержка qilgani yuqoridagi minusdek emas, поддержка qiladi. Bir-birini qo'llab-quvvatlaydi, bir-birini vaqtini hurmat qiladi. Qachon, qaysi payt qanday plan tuzishni biladi va doim bir-birini asraydi. Bir-birini asraydi. Mana shunaqa. Yana undan tashqari, hozir endi yuqorida minusini gapirdik, plyuslarni gapirib bo'ldik. Demak, отношение odam o'zini o'zi o'rganishiga yordam beradi. Xuddi bu tekin psixologdek gap. Tekin psixolog, tekin o'qib qo'yadigan domladek gap. Tekin yo'lingni ochib beruvchi yoki yopib qo'yuvchi bir karmitskiy bir munosabat desak ham bo'ladi. Ammo bu sizni baribir o'zingizni rivojlanishingizga, o'zingiz haqingizda ko'proq bilishga yordam beradi, kamchiliklaringizni kamaytirishga. Agar bu отношение uzilib ketgan taqdirda ham. Xo'sh, endi minus tomoni haqida yana bir kichkina minus tomonlari bor. O'sha haqida ham gapirib o'taylik. Agar sizda minus отношение bo'lsa, minusga yuradigan toksichniy отношение bo'lsa, mabodo siz juftingiz bilan sizda pastel bo'ldi deylik, yoki bir-biringizga yaqinlik bo'ldi deylik, yoki o'pishdinglar. Kim qanaqa gaplashadi, bu o'zi biladi. Bu bizni qo'limizda emas. Bu o'zlarining qo'lida va Xudoning qo'lida. Mayli. Xo'sh, agar sizda toksichniy sevgi munosabati bo'lsa, o'pishib ko'rdinglar yoki birga yaqin bo'lib ko'rdinglar. Agar sizni badaningizga turli xil toshmalar tosha boshlasa yoki biron bir allergik kasallik uyg'onsa, bu mumkin emas. Bu odam sizga to'g'ri kelmaydi. Erkakmisiz, ayolmisiz, bu odam to'g'ri kelmaydi. Ya'ni siz u bilan birga bo'lganingizdan keyin bir necha kunlardan keyin sizda yo allergiya boshlandi, yo qanaqadir kasallik boshlandi, yoki ishxonadan qanaqadir hayfsani eshitdingiz, qanaqadir siz kuzatingda, nimadirlar teskari yursa, bu odam sizniki emas, belgisi. Minus, ya'ni bu toksichniy отношение tezroq to'xta, buni to'xtatgin degan ma'noni bildiradi. Yoki mana o'pishib ko'rganingizdan keyin, birga yaqin bo'lganingizdan keyin sizni uyingizda qanaqadir siz kutmagan janjal ko'tarilsa, yoki bo'lmasam sizga kimdir o'g'risan deb tuhmat qilsa, yoki sizda bir necha kundan keyin bo'ladi. Ya'ni siz u bilan o'pishib, pastel qilib bo'lganingizdan keyin bu voqealar bir hafta ichida boshlanadi. Bir hafta ichida. Yana voy, men 3 oy oldin bu bilan gaplashgan edim, pastel qiluvdim. Voy, hozir ishim yurishmayapti demanglar. Bir hafta ichida bilinadi. Bir hafta ichida sizni hayotingizda salbiy o'zgarishlar bo'ladi. Salbiy, misol, siz biron bir dugonangiz bilan urushib qolasiz yoki siz do'stingiz bilan orangiz uzilib qoladi yoki bir hafta ichida yoki sizda finansiy krizis boshlanadi yoki bo'lmasam sizda bir hafta ichida qanaqadir badaningizda toshmalar yoki tanangizdagi og'riqlar yoki qanaqadir bosh og'riq, qanaqadir doktorga ishingiz tushib qolishi mumkin. Ya'ni bu uning avro maydoni bilan sizni avro maydoningiz tushmadi. Misol, yurak bilan tushgan bilan fizически tana bo'yicha sizlar bir-biringizga mos-massizlar. Da, shuni belgisi. Shunga ham имейте в виду va e'tibor qilinglar. Gapni qanchalik tushuntira oldik. Отношение muhim. Отношенияsi bor odam более-менее развитияli odam. Agar u toksichniy отношениеda bo'lsa, u odam salbiy odam. Agar u qiyinchilik, yig'i-sig'i, bir-birini rashk qilib urgan, bir-birini qidirgan holatda bo'lsa, yo'q, bu yerda hali ularning ongi не развитие, ya'ni rivojlanmagan, ulg'aymagan go'daklar ular. Bir-birini agar qiynab, bir-biriga har xil SMS-lar yozib, bir-birini rasmini hamma joyga tarqatib, bir-birini SMS-ini bu og'aynisiga ko'rsatyapti, bu qiz bo'lsa yigitni so'zini, ovozini dugonalariga ko'rsatyaptimi, bu toksichniy отношение. Bu odamlarda o'zi ham nenormalniy, ikkita nenormalniy bir-birini topib oldi degan gap. Agar plyus tomonga ishlaydigan, ijobiy, bir-biriga energiya beruvchi отношенияsi bo'lsa, ular ikkalasi ham kuchli. On korol, ana koroleva. Ya'ni bu yerda korol и koroleva. Ularni hamma hurmat qiladi.
ularni hamma sevadi, ularni hamma eshitadi, ular juda aqlli bo'ladi. Bunaqa aqlli отношениyaga uncha-muncha odam erisha olmaydi. Buni ham Xudo berishi kerak bunaqa отношениyaga. Bor lekin shunaqa отношениyalar. Buni ham Xudo yuqtirishi kerak deydimi, ongiga, yuragiga. Вот, agar plyusli отношения bo'lsa, rostdan ham uni rivojlantiradi. Ikkalasi ham o'zini hayotida rivojlanish bo'ladi va ikkalasi ham уровени tenglikda pul topadi yoki pul topmasa ham pul topishi уровени ya'ni baland pastligi bo'lmasa ham ularni ikkalasida ham ishida 5 bo'ladi. Ishi 5 bo'ladi. Ishi 5 bo'ladi. Husni ham 5 bo'ladi. Husni ham, sog'ligi ham va undan tashqari ikkalasi ham yashashning eng zo'r zavqli joylarini ular olishadi. Agar shunaqa plyus tomonga ishlaydigan отношения bo'lsa, bir-birini hurmat qilsa, bir-birini rivojlantirsa, bir-birini borligicha qabul qilsa, bir-birini o'zgartirishga emas, bir-birini borligicha qabul qilsa va bir-biriga omonat ekanligini har kuni eslab turishsa, bir-biriga omonat ekanligini, bu отношения, bomba отношения, bu отношения juda ham ajoyib va juda ham shirin отношения. Mana bugun отношения haqida qanchalik foydali va qanchalik foydasiz joylari haqida gapirdik. Xulosa o'zingizdan. Doim sevilib, hurmatli bo'lib, mehribon bo'lib yashanglar Yaratganning panohida. Barchamizdan Yaratgan egam rozi bo'lsin. Sevgi sizga hamroh bo'lsin.